Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan Uzmaster. Bugungi videoda biz obunachilardan kelgan challenge'larni bajaramiz. Aytgandek, kanalga obuna bo'lishni unutmang va bu challenge'ni qayerdan olganman desangiz, Telegram kanalimdan qilganman. Va do'stlar, birinchi challenge'imiz bu 500 blok tepalikdan water drop qilish bo'ladi. Shuncha qiynalganim bir tiyin ekan, chunki men kreativ deman-ku, shuncha blok qurib chiqibman. Va do'stlar, Minecraftga shunday tekstura pak o'rnatdim. Agar yoqqan bo'lsa like bosinglar. Yo do'stlar, men hali 500 blokka aniq chiqib bo'lmayman. Undan ko'ra elektroda uchganim yaxshi. Elektroda osonroq chiqaman aytgandek do'stlar. Bu 500 koordinatdan ko'rgan bo'lsangiz 200, o'sha 440 bo'lish kerak. Chunki do'stlar, yerdan 60 blok balandlikdim va wow do'stlar, juda ham tez chiqyapman. Demak 440 blokka tezda chiqib olaman va mana do'stlar, уже 500 blokdan keldik. Endi bo'lsa survival o'tamiz. To'g'ri, water drop. Elektron endi esa birinchi imkoniyatim ketdi. Demak do'stlar, aytgandek menda 3 ta imkoniyat bo'ladi va birinchi imkoniyat ketdi. Demak ikkinchi imkoniyatdan foydalanamiz. Va yaxshilab tayyorlanamiz do'stlar. Mana уже 500,5 blokka chiqibman va elektronlarimiz survivalga o'tamiz. Ana water drop qila olaman va yer ko'rinmayapti-ku. Endi 200-balandlikda mana ekan. Qani. Va water drop qila oldim do'stlar. Ajoyib. Endi keyingi challenge-ga o'tamiz. Keyingi challenge-imiz golemni urmasdan survivalda o'ldirish. Buni qanday qilaman desangiz, vardan qo'ymayman, shunchaki cheatga yozaman. O'zim bilan qo'shib golemni ham o'ldirdim. Bo'lmasam do'stlar, keyingi challenge-ga o'tamiz. Menimcha bu eng oson challenge bo'ldi. Keyingi challenge-imiz do'stlar, Ender Dragonni maze bilan o'ldirish ekan. Bo'lmasam buni qilaveraman. Hali ko'ramiz qanaqa qiynalishini. Xullas do'stlar, bu challenge qila olmadim, uchala imkoniyat ketdi. Bo'lmasam do'stlar, keyingi challenge-ga o'tamiz. Bu survivalda 5 ta olmos topish kerak taxta asboblar bilan, ya'ni taxta qilich, bolta, shularga o'xshagan bilan, ya'ni survivalda bo'lishi kerak. Xo'p, do'stlar, bu zumradni asosan qishloqda bo'ladi. Shunga men qishloqni oldida spam bo'ldim va bitta olmos deyman. Zumrad bor ekan do'stlar, yaxshi yana 4 ta topsam bo'ldi. Men yutaman. Xo'sh do'stlar, qani bu yerda bormikan? 3 ta zumrad vachat do'stlar. Bu ko'pchilik fake, ya'ni o'zing qo'yib qo'ygan deyishingiz mumkin, lekin men o'zim emas, bari rost ekanligiga, ya'ni omadim bilan bo'lyapti. Yana shu qishloqda 6 spam bo'lganman. Lekin juda ham ko'p qotyapti do'stlar, ish qilib dunyodan chiqarib yubormasa bo'ldi. Mana shu zombilar ham yomon xalaqit beryapti. Qochmay topishim kerak. Zumrad qayerda bor? Shu yerda zumrad bormikan? Yo'q ekan. Bu katta qishloq-ku, lekin bitta ham yo'q. Qayerda bor ekan zumrad? Quduq ustiga sakrasam hech narsa olmayman va qotdi. Nega?